Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qori. Sog'liqlar yaxshimi? Tinch o'tiribsizlarmi? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Allohga shukr. Charchamasdan. Shukr, rahmat. Bir endi Allohning izni bilan endi siz bilan bir yilga taniqli odamligingiz uchun betma-bet suhbatingizni olaylik degan niyatda tashrif buyurdik. Bizda endi ochiq oydin Yanginoqalimiz, Yanginoqacha gaplashsak. Mayli. Ayrim qo'polroq savollar berib qolsak, avvaldan uzr so'raymiz. Bu nimaga qiziqdi, meni maqsadim nima, nimalarni so'rasam, bu meni shaxsan o'zimni so'rovim emas bu. El ichida sizni nomingiz chiqib taniqli, ozmi ko'pmi el yurtga taniqli bo'lib qoldingiz. Tabib, qori deydi. Endi xafa bo'lish yo'q. Yana bitta narsa, u folbin, baxshi, jinlar bilan ishlaydi degan gap ham bor elda. Endi el og'ziga elak bo'lmaydi deyiladi. Shaxsan o'zingizdan shu el orasidagi gap so'zlarga, yaxshi gaplarga, yomon gaplarga munosabatingizni bilib, Muhiddin Akbarovsiz. Men Muhiddin Akbarov deb sizni hurmat qilaman. Muhiddin Akbarov inson sifatida. Lekin amallarda qanday amallar, mana tabibchilik deyapsiz, Qur'on o'qib, hali domilla qori deganday. Endi folbin deyishyapti. Shular to'g'risida bir elga bir tiniq nima bersa, yaxshi bir natijalar bo'ladi Allohning irodasi bilan deb men o'yda keldim. Sidqi bilan ochiq gaplashamiz. Siz kimsiz? Tabobat bo'yicha endi dorigir, tabib faoliyatingizdan boshlasak, bu qanday, nima? Sizni bir haqiqiy nima deydi, meditsina tomonidan bir ruxsatlar, litsenziya, sertifikat deganday ularga ega bo'lsangiz kerak. Nimada ko'pincha televideniyada, internet pressalarda, internetlarda, storda ancha-muncha nimalarimiz bor. Ma'lumotim o'zimmi. U sertifikatlaringiz yoki bo'lmasam siz siyliqlaringizdan xabarim bor, shu pressalarda chiqqan. Ular to'g'risida vaqtda tejash niyatida to'xtalmasak. Tabobatda sizga murojaat qilishar ekan. Hozir sizni eshigingizga bosib kelganimda sizni izlab klientlar sizga murojaat qilgani, bir o'zini muammolarini kelgan ko'pchilikni ko'rdim. Demak, sizga bir umid bog'lab, sizdan bir shifo topamanmi deb kelganlar ular. Behuda kelmaydi. Demak, elga taniqlisiz. Shu bilan birga hurmat, siylashadi, hurmat qilish, shu bilan birga ko'ralmaydimi yoki bo'lmasam sizni yomon ko'radimi yoki ba'zi bir amallaringizni yomon ko'rib yoqtirmagan odamlar siz to'g'risida hali baxshi, folbin, issiq sovuq qiladi degan gaplar ham yuribdi endi, elchilik ekanda. Shularga o'zingiz haqida bir ma'lumotlarni aniqlik, tiniqlikni yuzaga chiqaraylik degan maqsadim, to'g'ri tushuning. Endi hali navbati bilan bir aniqlik bersangiz, tabobat sizga murojaat qilishyapti. Kimlar ular? Undan keyingi bir 3 ta muammo to'g'risida gap ketadi. Birinchisi tabobat to'g'risida. Siz kimsiz? Nimaga sizga kelishyapti? Shuni bir aniqlik bersangiz. Avvalo shu suhbatlashishga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Avvalambor Allohga hamd sano bo'lsin, hamda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allohning rizqi bo'lsin. Men Muhiddin Akbarov Bahadirovich, men tibbiyot, ya'ni narodniy meditsina bo'yicha ellik darigir 2005-yildan beri mana shu yo'lda kelaman. Endi bu yerda bir o'zim ishlamasdan bu tibbiyot bo'yicha ishlayotgan, biz bilan o'qiganlar bilan bir hamkorlikda ishlaymiz. Endi bu shu tabiblik nimasiga keladigan bo'lsak, bu avvalambor eng birinchi o'rinda bu narsa menga bu Alloh sungan bu. Endi bu Alloh sungdi
deb o'ylab qolmasdan, buni misol uchun meni otamni otasi, ya'ni cho'ng otam Ahbar qori. Bu Ahbar qori ham qori bo'ldi, masjidlarda imomlik, darslar berdi. Ilmi kuchli odam bo'lgan. Bu o'zi pichavod bo'lgan. Asalarichi. Arichi bo'lgan. Tog' toshlarda yurgan. Endi o'shani o'zini davrida bu ham ellar davolab yurgan. Biz shularning orqasidan o'sganmiz. Undan keyin bu cho'ng otamiz ishini dadamiz Bahodirjon Akbarov davom ettirib keldi. Endi Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, dadamiz hozirgacha bizga misol uchun yo'l yo'riq ko'rsatadi. Mana hozir yoshlar 83-84 ga kirdi. Hozirmi o'sha el bilan birga ishlashib keladi. O'zini tajribalarini o'rgatib. Yaxshi. Endi biz misol uchun bu meditsina, народный meditsina, naучный meditsina bu oxiri yo'q narsa. Misol uchun mana shu tibbiyot bo'yicha qancha kavlasangiz ham buni oxiriga hech kimimiz yetolmaymiz. Kechirasiz. Hozir народный meditsina, naучный meditsina dedingiz. Endi bu ilmli olim yo gрамотный odamlar emas, omma xalq ham tushunish kerak. Народный meditsina deganda xalq tabobati. Narodniy meditsina bu tibbiyot bo'yicha, ya'ni tabiblar deb aytamiz. Xalq tabobati deb tushunish kerak. Naучный meditsina deganda o'zimiz doktorlar, professorlar, xirurglar, davom etkazyapmiz. Biz endi naучный meditsina, narodniy meditsina baribir hamkorlikda ishlaymiz. Ishlaymiz. Endi biz bu ishlashimiz bo'yicha biz o'qiganmiz, narodniy meditsina bo'yicha. Bu yerda bizda shu narodniy meditsina bo'yicha o'qitgan ustozimiz Mahmud Yusupovich Shidakov degan odam Bishkekdan bo'ladi. O'zi meditsina bo'yicha professor, nauk. Mana universitetlarga kanikul bo'lganda yozgi kunlarda iyul, avgust oylarida bu o'sha keladi, bar mana tabiblar to'planib shunda biz o'qiymiz. Endi tibbiyot shundayki, misol uchun bir yil biz misol qaysidir kasallarni, har xil kasallarni ishlayapmiz. Keyingi yilga yangi kasallar o'zi o'nib chiqyapti. Endi bunga qaysi dori bilan misol uchun davolash, qaysi cho'p doridan deymiz, yoki misol uchun apiterap deymiz, pichavod deymiz, misol uchun asalari mahsulotlardan qaysi qanday qilinishadi, biz shundan o'qib olib boramiz, shundan o'rganib boramiz. Diagnoz qo'yildi, naучный meditsinada diagnoz qo'yiladi. Sizlar diagnozni qaysi usullar bilan qo'yasiz? Endi naучный meditsinada misol uchun maxsus apparatlarimiz deylik, UZI deymiz, tomografiya deymiz. Endi shunga o'xshash narsalar, analizlar buni. Xo'sh, biz eng birinchi o'chirda bularga qo'yadigan diagnozimiz shunday bo'ladiki, buni misol uchun bir momentda siz unga bitta diagnoz qo'yib, sizlar natijasini bera olmaysiz. Bu odamni misol uchun bugun keldi, bu odamdan siz yaxshi muloqotda bo'ldingiz. Hali o'rislarda aytadi, lечение 50% словами, а 50% лекарствами deydi. Ya'ni davolanish 50% yaxshi so'z bilan, 50% dori bilan deydi. Biz shuni 100% yaxshi so'z bilan davolashga harakat qilamiz. Endi buni sizga bu so'zni so'z aytsak, so'z tugamaydi. Sabab sizda misol uchun deylik, mana ichingiz o'tyapti. Sizga misol uchun men analginni berib turib, bu analgin bosh og'riq dori. Mana sizga levamitsin, или tetratsikin, ichingiz hozir ichish to'xtaydi desam, siz ichasiz, обязательно ichish to'xtaydi. Bu praktikada o'tgan narsa. Demak, siz psixologiyadan ham xabaringiz bor ekan-da. Psixoterapiyada. Sabab organizmga polniy komanda bu nervdan ketadi. Men yaxshiman, men sog'lomman, men kuchliman deb har bir odam o'ziga shu komandani berishdan bu odam sog'lom yuradi. Endi misol uchun shunday odamlar bo'ladiki, deylik, har xil joyga bordi, yo bo'lmasa uyda o'zi bo'ldi, ruhiy tomondan sindi. Bizda основной lечениemiz ruhiy kasallarni ishlaymiz. Hayotdan umidini uzgan, ruhiy tomondan singan, har qanaqa narsa men yaxshi bo'lmaydi, uzib bo'ldi, to'xtadi. Shunday illarga biz qaytadan yana shuni tiriltirishga, tiklashga harakat qilamiz. Yana kechirasiz, orada savol bering, suhbat qatori o'tkazamiz buni. Shu sizga murojaat qilganlarda dardini qanday bir o'zlarini so'zidan tushunishim bo'yicha ular endi dardini metim bunday bo'lyapman deb aytadi-da, o'shanga qarab uni gapirishlaridan, abdi basharasidan, ko'rinishiga qarab, ko'zidan, so'zidan qilib turib topasizlar ekanda. Endi shundayki,
kelgan patsientlarimiz, ya'ni misol uchun barnoylarimiz o'zi men og'riyapman, uyqum manday bo'lyapti, mana asabim buzilyapti, mayerimda mana og'riq bo'lyapti, achish, sanchish aytganlari bo'ladi. Aytmaganlari ham bo'ladi. O'zing izlab top deganlar. Xo'sh. Bular ham sekin-sekin bari yuzaga chiqadi. Tomirini shunday nima qilasizmi? Bormi sizda shu usul yo pulsovoy deganimiz bor. Pulsovoy deganimiz bor. Endi pulsovoy deganimiz qo'yish uchun birinchi o'chirda bu meditsinani yaxshi bilish kerak. Ya'ni odam anatomiyasini to'lig'icha bilish kerak. Meditsinani yaxshi bilgan odam bu pulsovoy deganimiz ham qo'ymaydi. Odam litsosiga qarab turib diagnoz qo'yadi. Uning uchun bunda ko'pgina opit bo'lish kerak. Tajriba. Ko'p yillik tajriba. Tajriba bo'lish kerak. Xo'sh, ikkinchisi o'sha davolaganlarda rezultat bo'lishi kerak. Sizda bu tajribangizda, ish praktikangizda teskari xuji deb qo'yadi o'zbekchasiga. 5 vattlar kasali, og'rig'i 5 vattlar bo'lib kuchayib, teskaricha bo'lib ketgan voqealar bo'lganmi? Yo'q, undaylar bo'lmagan. Bu so'zni yanada biz savolingizga kengaytirishimiz uchun bizga kelayotgan patsientlarda hozir ikki inson bir xil kasal bilan keldi deylik. Yoshi ham bir xilda. Ikkovi misol uchun erkak kishi deylik. Bir joyi bir xil og'riydi. Ikkovi bir xil lecheniya topmaydi. Sabab bu e'tiqodiga bog'liq. E'tiqod. Men shu yerdan yaxshi bo'lamanmi, bo'lmaymanmi deb ikkilanishimdan kelsa, bu Allohning qudratiga ikkilandi. Unga em tushmaydi. Demak bundan tushundimki, to'g'ri tushunsam agar psixologik yoqdan ham ta'sir qilasizlar ekan u odamga. Demak, asabi, stressga tushib qoladi, shunday nimalarni davolash uchun bu yerda gipnoz ham qo'llaysizlarmi? Yo'q, bu yerda gipnoz yo'q. Gipnoz yo'q. Bizda biz misol uchun tibbiyotda molekulyar terapiya, ya'ni Qur'on o'qish, dam solish yo'llarimiz, apiterapiya, psixologik mahsulot, ya'ni asalari mahsulotlari bilan. Keyin fitoterapiya, cho'p dorilari bilan. Undan tashqari massaj deymiz. Endi misol uchun bu narodniy meditsina tarmoqlari ko'p. Tarmoqlari ko'p. Endi hozir siz menga e'tiqod qilib kelsangiz, men sizga misol uchun dam solmadim, hech qanaqa cho'p dori bermadim, yo psixologik bunaqa asalari mahsulot hech narsa bermadim. Men bilan siz 20 minut, yarim soat, ya'ni muloqotda bo'ldingiz, общенияda bo'ldingiz. Demak, so'z bilan ham davolashga harakat qilasiz. Siz shu yerdan deyarli to'lig'icha bo'lmasa ham 90% yaxshi bo'lib chiqib ketasiz. Sabab siz o'sha kasalni tashqaridan o'zingiz chaqiryapsiz. Men kasalman, men merim og'riyapti, men bunaqa bo'lyapman. Siz o'sha nervdan organizmga nepravильный komanda berib qo'ydingiz. Endi bu misol uchun singan ruhda endi bu ruh qayta tiklanishi kerak. Endi shunday holatlar bo'ladiki, u kasal emas. U sog'lom. U hayotdan to'ydi. Men o'zim osaman. O'zim vasvasaga tushib qoldi. O'zimni jonim o'zimga qasd qilaman. Bular bilan biz ko'proq ishlaymiz. Nimaga ko'proq ishlaymiz? Ko'p bunaqalarni ishlaymiz. Bular oilaviy qandaydir problema bo'yicha qarz bo'lib qolib deylik, yo qandaydir bir oyoq osti bo'lib qolib, birovlar bir yomon deb qo'yib, hali tushkunlikka tushib qoladi. Bular deyarli ruhiy tomondan slabiy odamlar. Odamdagi duh boshqa, ruh boshqa. Bularda qaytadan shu duh qayta tiklanadi. Bu nima bilan? Yaxshi so'z bilan. Demak, so'z orqali motivatsiya berib, ular qandaydir хороший motivatsiya, ya'ni yaxshi motivatsiya berish bilan so'zlaringizdan unga hali umid uchqunlarini paydo qilib, umidlantirib, ta'sir qilasizlar deganda, motivatsiya beradi. To'g'ri. Mana masalan, qandaydir sizni qabulingizda bo'lgan o'sha klientlar qandaydir energiya olib, oziqlanib, ruhiy jihatdan oziqlanib ketsa, shifo topib ketar ekan. Mana misol uchun deylik, sizda pochkada yoki CD kanalda qandaydir sovuq kraymiski bor, o'ylab olmasam, qandaydir shamollash bor deylik sizda. Sizga misol uchun meditsina yo qaysidir tabib yo qaysidir yana shunga o'xshash bir shunaqalar bilan shug'ullangan odam, "Yo, seni pochkang shamollab qoldi. Seni bunaqa deb turib, uni o'zi vahimaga solib qo'ydi. U o'zi voy, mana bu qo'pol. Bu kuchaytiryapti." Bu keldi menga. To'g'ri. Endi men misol uchun bo'pti, uni pulsovoy diagnoz bilan tomirini ushlab turib, men ham qo'shimcha u kasalni qo'ymayman-da.
Ha. Sen sog'lomsan, sen kuchlisan, sen polvonsan. Men yaxshi motivatsiya beraman. Lekin o'shinga ketadigan lekarstvo biz o'zimiz tayyorlagan dorilarni men unga aytmagan holda, "Mononi sen ichsang, senda misol uchun organizm achishina bo'ladi." Bundaqa men shu yo'llar bilan davolayman. Ha, vasvasani ham davolaysiz ekan. Davolaymiz. Endi misol uchun senda hozir siz sog'lom keldingiz. Men sizni tomirni solib turib, "Ey, Rishmat aka, siz sahar bo'lib qolsiz" desam, siz 3 kunda sahar chaqirasiz o'zingizga. Bu organizm sostavi, ya'ni qondir sostavdagi glukozani ko'tarilishi. Ha. Demak, immunitetni kuchaytirish kerak ekan so'z bilan. Ha. Endi misol uchun eski vrachlarimizda, professorlarda shunday so'z borda. Hatto siz shamollab qolsangiz, siz qaysidir vrachga qayrildingiz yo tabibga qayrildingiz. Men shamollab qoldim. Men davolanishim kerak desangiz, endi bu professorni atfeti. Bunda o'ta katta ma'no bor. Siz lecheniya qilsangiz, lekarstvo bilan 7 kunda davolanasiz, yaxshi bo'lasiz. Agar lecheniya qilmasangiz, 1 haftada yaxshi bo'lasiz. deb javob beriladi. Endi bunda ma'no nima deganimizda, biz shamollab qoldik. Men prosta shamollash sizga misol qilyapman. Hamma dardda ham shu. Vaspaleniya. Shamollab qolganingizga, endi biz sizga misol uchun deylik, har xil ukollarni qilyapmiz deylik, tabletkalarni ichyapsiz. 7 kunda bu asha antibiotik kuchi bilan yaxshi bo'ladi. Agar biz o'shini misol uchun hech qanaqa lecheniya qilmasak, organizmdagi immunitet buni o'zi 7 kunda yengib chiqib ketadi. Demoqchimanki, 7 kun ichida davolansangiz ham, davolanmasangiz ham yaxshi bo'lasiz. Agar biz davolansak, bu yerda bizdagi immunitet yengtak bo'lib qoladi, dangasa bo'lib qoladi. Davolanmasak, qiynalamiz, o'ntaymiz, boshqa qilamiz, lekin o'tib ketadi bu. Keyingi safar yana biz shamollashimizda o'zi immunitet bodri bo'ladi. Biz hozir lecheniya oldik, keyingi safar davolansak, keyingi bizni birinchi lecheniyamiz o'zi yordam bermaydi. Endi rahmat, yaxshi bir o'zingizning fikrlaringizda, ish faoliyatingizda, tajribalaringizda nima deydi, o'rtoqlashdik. Boshida aytganda ikkinchi temaga qayrilsak. Ha? Xo'sh. Suhbatimiz davomida asal. Asal bilan asalning shifolari ko'p. Asalda ham har xil turlari bor degan gaplar aytdingiz. Qanaqa shu to'g'risida ma'lumot bera olasizmi? Beramiz. Endi birinchi o'rinda bu asalari o'zi avvalambor Qur'onda keltirilgan. Endi shu ari shundayki, bundan juda ko'p mahsulotlar chiqadi. Sabab ular hamma giyohdan oladi. Biz aqlimiz yetmagan giyohlardan, vitaminli bir o'simliklar, vitamin giyohlardan oladi. Endi hozir asalarichilik ham juda rivojlanib ketdi, burun kamidi. Endi buni bilgan odam, asalarichilik bo'yicha o'qigan odam, shularni misol uchun teoretik, praktik bu nimada o'tkazgan odam bu bilan ishlasa bo'ladi. Endi buni sizga hozir yaxshi tushuntirib bersam, misol uchun apiterapiyamiz, misol uchun ari chaqtirish yo'llari deymiz, a? Endi shunday hozir misol uchun klinikalar ochilib qoldiki, borsangiz 7 kun, 1 hafta yotasiz, ular tomiringizga, nerv tomirlariga deb turib, bellarga, qo'llarga qo'l bilan chaqtirilyapti. U qo'l bilan chaqtirish odamga effektiv ta'siri 15%. Agar arini ushlab qo'l bilan bunda olib borib chaqtirish 15% yaxshi effektini beradi. Endi ari o'zi quvib chaqishi 100%. Sabab ari o'lgan nerv tomirni o'zi oqtarib topib chaqadi. Jon jahdi bilan uni nakazaniya qilish uchun borib chaqar ekan-da. Bu ham Allohning mo'jizasida. Tirik nerv tomirga chaqmaydi. O'lgan nerv tomirga chaqadi. Endi ari chaqtirish deb to'g'ri chaqtirila olmaydi. Bunda misol uchun bu sirlar o'ta ochilmaydi. Nimaga ochilmaydiki? Misol uchun shunday odamlar borki, bel ari bilan allergiya bo'lib turib, dami qisib, vaqtida bunga misol uchun tez yordam ko'rsatilmasa, kuyib qolishi ham mumkin. O'shuning uchun buni o'piti bo'lgan odam, o'sha arini chaqtirish, arin zaxtini ko'taradigan odamlarga o'zini tartib bilan chaqtiriladi. Endi bu misol uchun, demak, bu bilan aytmoqchizki, tavsiya qilmaysiz. Yo'q, uni tavsiya qilmayman. Nimaga tavsiya qilmaysiz? Chumchuqni so'ysa ham qassob so'ysin degan. Chumchuqni so'ysa ham qassob so'ysin. Nimagaki, biz ham hattoki misol uchun shunaqa ari chaqtirish yo'llarida o'zimizni bolalarimizga amalga chaqtirib buyurmaymiz. Bu odamdagi holatni bilib, shuni ko'taradimi, ko'tarmaydimi, buni o'zidan bilib turib, endi buni bilish sirlari bor, u ochilmaydi.
Endi o'shandan keyin o'zini organizm ko'tarishga qarab chaqtiriladi. Endi bu chaqtirish bilan misol uchun deylik, mana 2025-yili sentyabrda 14 davlat olimlari shuni o'ylab topdiki, onkologik kasalga hech kim hech qanaqa davo topmadi. Ari zahri davo, shuni davolasa bo'ladi deganini topib dagazat qilib chiqdi. Ya'ni bu ari zahri bitta unga emas. Misol uchun deylik, trombosit ko'tarilishini, qonni o'ltirmaydi, sultirmaydi, bir xil o'shaydi. Sahrlarga deymiz. Yoki bo'lmasa ruhiy kasallarga, zreniyaga, чувствительный organlarni qayta tiklashga. Eshitish qobiliyatlarimiz, jid sezish bilishlarimizni, yoki bo'lmasa issiq bilishlarimiz deymiz, ko'zni ko'rishlari deymiz, ko'z tamni bilishlarimiz, ya'ni чувствительный organni qaytadan vastalanish qilishlariga ham arini chaqtirish o'ta katta foydasi bor. Sabab biz buni praktikada ko'rib kelyapmiz. Ko'rib kelyapmiz. Xo'sh, endi misol uchun sizga bir rivoyat aytib o'tib ketaman. Biz endi tabib qatori. Bir inson farzandini bir tabibga olib keladi. Xo'sh, taqsir. Shu bolam har doim asal yo'radi. Shu asal yo'rsa shu kasal bo'lib qolishdan qo'rqaman. Chunki siz nima deb maslahat berasiz? Bolam qanday qilib davolaysiz? Deganda tabib asal yemasligi kerak. Yemasdan ota-onaga. O'sha bola asal yemaydigan qilib bering deb kelyapti. Sabab u bola asal yaxshi ko'radi. Har kun asal yo'radi, uni asal yeyishdan asal jalq emas. Hali ota-ona xavotir bo'lib qo'rqadi. Sog'ligiga qanday bo'ladi? Qandaydir bir kuchli kelib ketmasin deb, ta'sir bo'lmasin deb tabibga keladi. Nima tabib aytadi? Bolalaring ko'p asalyapti. Unda sizlar 40 kundan keyin kelib, 40 kundan keyin bu javobini aytaman deb tabib ularni 40 kunga jo'natib yuboradi. 40 kundan keyin yana qaytib keladi. Ular mana 40 kun bo'ldi keldi deganda, bolani yoniga o'tkazib, boshini silab turib, "Bolam, o'g'lim, asal ko'p yema. Ko'p yesang, kasal bo'lib qolishing mumkin. Yo'q senga bu kuchli kelib ketishi mumkin. Ko'p asal yeyish ham ziyon." deb boshini silab qo'yadi. Bo'ldi, boringlar, bo'ldi deydi. Bu hech qanaqa lechini yaxshi gapirib silab aytib qo'ydi, ketdi. Bola uyga keldi, asal yemay qo'ydi. 1 kun o'tdi, 2 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, asal yemadi. Qayta bularga qandaydir jo'moq, skaska topishmoq bo'lib, qaytadan tabibga keldi. Siz hech qanaqa dori qilmadingiz. Bolamga prosta hozir mana bu dori qilmabdimi deb ta'jublayapman. Bolamga sizlar aytib qo'ydingiz-ki, sabab o'sha bola o'shini o'ziga o'tkazdi. Siz nimaga 40 kundan keyin aytdingiz deganda, men sizlar kelgan kuni o'zim asal choy ichib oldim. O'shuning uchun bu savollaringizning javobiga tayyor emas edim. Men asaldan o'zimni 40 kun parhez qildim. Nima so'zim ta'sir qildi? Nima so'zim ta'sir qildi bu bolaga? Shuni men aytdim. O'zim shuni boshimdan o'tkazdim. Endi demoqchisizki, siz ham o'sha balnoylarni kasalni sizga murojaat qilib kelgan klientlaringizni dardiga shifoni tadbirini qilish uchun o'zingiz o'shanga tayyor ekansizlar. Shunga tayyormiz. O'sha kuni tayyor bo'lmasa, hali so'z bilan psixoterapiya deyapsiz, hali so'z bilan ta'sir qilish. Demak, o'sha aytgan so'zlaringizga amalda o'zingiz tayyor bo'lsangizgina kasallarga ta'siri bo'lar ekan. Albatta. Hali motivatsiya berish boshqalar. Uni e'tiqod deyishimiz birinchi uchurda bu yerga kelayotgan misol uchun insonlar apiterapiya bilanmi, massaj bilanmi yoki fitoterapiya, meditatsiya, ya'ni dam solish bilan qaysi bilan yaxshi bo'ladi? Uni balnoyda o'zidagi e'tiqodga bog'liq. Demak, gap siz nima bilan suhbatlashib, o'sha kasal bilan suhbatlashganingizda u nimani xohlayapti? Organizmi nimaga muhtoj? So'zidan, aptidan bilib olasiz ekan-ku. Albatta. Shuni o'shanga motivatsiya berib, o'zi shu haqiqatan shu misol uchun bizning maslahatimizga yo qaysidir tayyorlagan lekarstwamizga, dorilarimizga deylik, yo bu dam solishimizga muhtoj bo'lib kelgan odam birinchi kelishda bilinadi. Birinchi kelishda bilinadi. Nimaga bilinadiki, u haqiqiy e'tiqodi bilan keldi. Keldi. Dam solganingizda ham u odamda o'zida shunaqa yurakda qoltirash yoki bo'lmasa o'zida ta'sirli narsalar bo'ladi. Hali sinab, prosta tak vaqt o'tkazish uchun yo bir qandaydir sizni ishingizni bir ko'rish uchun kelganlarga hech narsa ta'sir qilmaydi. Qilmaydi ta'sir. Hammani davolab yuboramiz deb ayta olmaymiz. Nimagaki, bu har bir kelgan patsient, ya'ni balnoyda o'zini qilgan ixlos, e'tiqodiga bog'liq narsa. Ikkinchisi, har bir kelgan balnoyga biz 5 ta narsani buyuramiz. Nimani 5 ta narsani buyuramiz? Birinchisi, u siqilmasligi uchun. Hech qanday siqilmaysan deb buyuramiz. U siqilaversa biz davololsak, u bo'lmaydi unis. Hech narsaga siqilmaysan. Ikkinchisi, samniyna, gumon, ikkilanish bo'lmasin.
Har birimizga to'liq e'tiqodda bo'l. Uchinchisi, doim tahoratda bo'l. Har bir narsani aytib berishak, ya'ni birinchi qadam Tozalik, pokizalik bo'l. To'rtinchisi 5 vaqt namoz. Sabab bu 5 vaqt namoz to'g'risida aytsam so'z tugamaydi. Oxirgisi bomdod ozonigacha turib ozonni ibodat bilan kutib olish. Ya'ni bomdod ozon, ya'ni o'slarda aytadiki, kto rano vstает, ему Bog dayot deydi. Ya'ni erta turganga Alloh beradi deydi. Buni ma'nosi nima deganimizda, bomdod ozonigacha bo'lgan vaqtda farishtalar mana senga nima kerak deb tarqat etgan vaqt bo'ladi. Biz bomdodga ozon aytyapmiz, turib namoz o'qiyman dedik, o'sha kech qoldik biz. Kech qoldik. O'shuning uchun ozongacha turgan inson kasal bo'lmaydi. Qarz bo'lmaydi. Muhtoj bo'lmaydi. Birovga joldirmaydi. Bir joyda qolib ketmaydi, orqada qolmaydi. Alloh o'zi buni aziz qiladi. Bu bomdod ozonigacha bu uyqudan, bu g'aflat uyqusi, ya'ni shayton uyqusidan ketib turish o'zi oson narsa emas. Bizda boshqalardan ham farqimiz shundaki, biz bomdod ozonigacha 30 ta, 40 ta, 70 ta odam jo'natamiz. Bomdod ozonigacha. Biz ishimiz 3:30, 4 dan boshlanadi. Mana hozir bomdod deylik, hozir 6:30 da aytyaptim. Ungacha ashuncha odam jo'natilamiz. Endi bu kunni nimasiga qolib ketiladi-da. O'shuning uchun bizda ish vaqtimiz noqatda soat 4 dan boshlab turib 11 gacha belgilangan. Abitdan keyin yana shu ishimizni biz o'shda davom ettiramiz. Endi bir noqulay bo'lsa ham bir qiziqishda savol. Bu ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Masalan, bozorga borib kartoshka olay desangiz, narx qancha deysiz. Yoki bo'lmasa bir joydan gul olmoqchisiz, yo bodring olmoqchisiz, yo go'sht olsangiz necha pul deysiz. Sizga kelishib turib, xizmating qancha deb so'rashadimi yo o'zingiz aytasizmi? Buni so'raganlar ham bo'ladi. Agar dindan to'liqcha xabari bo'lsa, iymoni mustahkam bo'lsa, Qur'ondan xabari bo'lsa, bular o'zi biladi. Allohning oyatlari pulga sotilmaydi. Ikkinchisi, Allohning oyatlariga seni qo'yilmaydi. Uchinchisi, buni nazar bo'ladi. Nazarni sizga tushuntirib beraman. Sizni misol uchun nazr uchun albatta pul tashlashingiz shart emas. Kimdir 5 so'm tashlaydi. Kimdir 20 so'm tashlaydi. Kimdir 100 so'm. Kimdir undan ko'p tashlaydi. Mana ko'p tashadi, mana oz tashadi desak, biz bu shunga qanday bu ozroqda u ham tushmaydi-da. Biz qilganimiz, o'qiganimiz ham. Bundan umidlanilmaydi. Endi hech narsaga kuchingiz yetmasa, siz 5 marta keldingizmi, 7 marta keldingizmi, yong'oqni chaqib mag'zini 4 dan 1 bo'lib tashlasangiz ham bu emchiroq. Sen shuncha ko'p pul bermayapsan desa, uni qilgani ham, uni qanagani ham bu chiqib ketdi. Men buni hozir mana misol uchun buni sizga aytyapman, yana buni boshqalar ham eshitish kerak. Allohning oyatlari pulga sotilmaydi. Unga seni qo'yilmaydi. Alloh rozi bo'lsin. Endi bunga misol uchun nazar bo'lsa, mana men bu ishni qilishni boshlaganimga 2005-yildan maydan boshlab shu ishni qilib kelyapman, ishlayapman. Ungacha otalarimiz ishlab kelgan. Seni qo'yilmaydi. Pulga sotilmaydi. Endi nazari eng tushish uchun bo'ladi. Birovni kinalasangiz ham, yo'ysangiz ham, yurak ko'tarib qo'ysa, emlab qo'ysam, nazar degan narsa bo'ladi. U nazariga hech narsaga kuchingiz yetmasa deyapti. Bitta misol uchun kartoshkani ham bunday qilib tashlab ketsangiz. U nazar u odamning o'zining ko'nglidan chiqqan narsa bo'ladi. Endi o'shani oz ko'p deb umidlanib bo'lmaydi. Yo'q, siz endi yo'q, gaplashyapsiz, siz hech bir ozroq berdi-da, bu o'ta ko'p berdi degan voqealar bo'lganmi? Yo'q. Siz uni hisobga olmaysiz. Olmaymiz. Misol uchun deylik, endi o'ziga misol uchun davolanish uchun ketadigan rasxodlari bo'lsa, u rasxodlarni biz aytamiz. Siz falon joyga borasiz, rasxodlarni aytamiz biz. Nimagaki pul bermay olaman desak ham to'g'ri kelmaydi. Sizga mana narsa ketadi davolanish uchun. Bu narsa bizda yo'q. Siz o'shga boring, bo'lsa falon joyga boring, falon joyda zakaz qiling, oling. Shunisi siz ketadi. U ham bor narsalar. Shariatda, dinda, tibbiyotda bor narsalar. Ota-bobolarimiz qo'llab kelgan narsalar. Eng misol uchun mana oddiy misol uchun aytaylik, mana arin suti deymiz, arin sutini biz sezonida borda biz o'zimiz archiligimiz uchun erta kunda biz kerakligini berib yutamiz. Yutamiz. Undan keyin bizga yana shu narsaga muhtojchilik bo'lsa, boshqa pichoqlarga jo'natamiz. Endi ular qanaqa seni qo'yadi? Endi uni senasi baribircha balandroq bo'ladi, sabab pakapli uni tomchi qilib turib, uni lezva bilan qilib pensilinchiga to'plashadi. Bitta pensilinda abizgacha to'plash mumkin, kechgacha to'plash mumkin. Arichi, buni arichilar biladi. Sabab bu arini qo'ygan tuxumini shunaqa bir embrion to'plashadi-da bular. O'shini to'plab tom ko'lib bitta pensilin qilishadi-da. Ular o'zlari seni qo'yib qilgan xizmatiga
qarab turib seni qo'yishadi bu. Xizmat Ha. ketadi, vaqt ketadi. Ha. Endi mancha berma mancha desak, u agar bizga misol uchun to'lig'icha "Yo bo'ldi, qora aka, siz misol uchun qilavering, sizga ishonamiz" desa, o'zimiz zakaz qilib olib kelib beraveramiz bu narsa. Beraveramiz. Yana so'zingizga shu misol shundayki, qator damga keldi, davolandi, bir tiyin pul tashamadi, shu pul tashamadi-da desak, bizni qilgan mehnatimiz tushib ketadi. Alloh o'sha bizga bergan xosiyat olib qo'yishi mumkin. Yashang, o'lmang. Bu demak Allohning roziligi uchun Albatta. xizmatni birinchi o'ringa o'shani qo'yasiz ekan. Endi bizda misol uchun mana hozir sizga terapiyalab aytdim-da. Hammasini boshida Allohning oyatlari turadi. Nimagaki? Bularga duo qilib Allohdan so'raymiz. Duo qilib Allohdan so'raymiz. Ikkinchisi dam solinadi. Dam solinganida ham tushungan odamlar bo'lsa, bari duolarimiz, oyatlarimiz Allohdan so'rash duolar. Yana bitta narsa. Biz boshida kelishib oldik, aylaqa bir og'ir emaslik to'g'risida. Ayting, buni hech Hozir mana yerda shu sizni xonadoningizga bosib kirib kelayotganimizda ko'pchilik nimani ko'rdik? Ayollar, erkaklar. To'g'ri tushuning. Ayrimlarning qo'lida isiriq ko'rdim. Endi biz jurnalistmizda e'tibor beramiz mayda-chuylarsigacha. Ayrimlar suv, keyin strelkani, parashogi, yana bir narsalar, konfet, yeydigan narsalar, ichadigan suyuqliklar o'shani qilardi. Hattoki bittasida pishiroq so'da ham olib kelishdi. U nimaga olib kelishadi? O'sha bilan lechini olishadi. Yo'q, mana endi bunga sizga keyin nima qilib beraman. O'tgan har xil odam keladi. Bu kelayotgan bannoy o'zi uyidan men shu bitta bakalashkada suvda olib borsam, shuni qaytarma qilib olib kelsam, ichsam shifo topaman deb o'zi shunga niyat qiladi. Uni o'zini nastroyt qilib tayyorlab keladi. O'zini o'zi shunga nastroyt qildi. Ikkinchisi, men sovunga bordim. Bunga dam soldirib kelib yuvinsam, men poklanaman. Bu o'zida ketdi komanda bu. Ya'ni o'zini shunga nastroyt qilgan. Ikkinchisi, hattoki boshqasini ko'tarib kelish mumkin. Men shuni dam soldirib kiysam, men yaxshi bo'laman, bo'lmasam shifo topaman, yo bo'lmasam yo'lim ochiq bo'ladi deb. Yana bittasi bo'lmasam, yeydigan, ichadigan, kiyadigan undan tashqari shunday cho'pirlarimiz bo'ladi, mashinalarning kaltarini olib kelib, dokumentlarga qo'yib qo'yadi. Nimaga qo'yib qo'yadi? Men aytmayman uni. Stolga to'lib ketadi shular. Bu achchig'im kelmaydi. Sabab u ularda o'zlarining e'tiqodi bor. Mashina kaltini gayt o'smadi deb qo'ysa. Yo'q, bular o'zlarining e'tiqodi-da bu. Shu mashina kaltarini qo'yib qo'yadi, bo'lsa texpasportlarni qo'yib qo'yadi. Nimaga qo'ydi ham so'ramayman. Qo'ydi, o'qish bitdi, olib yig'ishtirib olib chiqib ketaveradi. Bu o'zini e'tiqodi bu. O'zidagi e'tiqod bu. Nimagaki shularni qo'yib qo'ydim. Endi uni oldi, kali topdi, mashina topdi, suv topdi demaysiz. Yo'q, unaqalarni men aytmayman, buyurmayman ham. Yana shundaylar bo'ladiki, mashinaning kaliti emas, boshqasi emas. O'zini dokumentlarini olib keladi. Qo'yib qo'yadi. Endi shunday onalar bo'ladi. Shunday ayollar bo'ladi. Bolam safarda edi, qiynalyapti. Yo'qsa erim safarda edi, qiynalyapti. Bo'lsa mana og'riyapti, sizga yetib kelolmaydi. Qori bolam shu suratini qo'yib qo'ysam maylimi deydi. Men qo'yma demayman-da. Endi umidsizlanib qolibdi bunda. Umidlanib kelyapti. Men o'qishni boshladim, o'qish bitgach suratni oldiga qo'yib qo'yadi. Endi bu ona bolasi uchun suratni qo'yib niyat qilib e'tiqod qildimi? Albatta u bolasiga tushadi. U surat bilan tushmadi bu. Bu onaning e'tiqodi bilan, onaning mehri bilan tushdi. Mana sizga bir misol aytib beraman. Ikkita bir xil povur. Bir xil mana xarajat deylik. Qozonimiz bir xil, o'chog'imiz bir xil. Ikkoviga biz ikkov povur osh damladi. Ikkovniki bir xilda bo'lmaydi. Nimaga bir xilda? Kuz, tam. Qaysiniki shirin bo'ladi deganda, qaysinisi mehr bilan qilsa, bu ovqatda maza bo'ladi. Bu to'g'ri. Endi o'rtoqlarimiz, o'sha qishlog'imizdagi katta-kichiklar, o'rtoqlarimiz, o'zimiz ham choyxonada to'planib, hali gap deganimiz bor, osh qilamiz. Undan ortiqcha bo'lsa ortiqchaki, ya'ni masalliq, xarajatlar kam emasda, lekin o'xshamaydi choyxonadagi. Choyxonada shu hali mehr, xom xarajatga ham mehr qo'yib, hozir osh qilamiz, mandaq qilamiz deb mehr tushar ekan-da. Mehr bilan. O'sha o'xshamaydi-da. Endi buni sizga hozir yana davom ettirib beraman. Menga misol uchun shundoq bir chuqurga tushib, shunaqa bir kasal keldi. Balkim uni doktor qaytib berdi.
Ha. Buni umidi uzilib bitdi. Ha. Xuddi shu aytgan mehr shu Barnoga biz qo'yamiz. Ha. Bizda bitta ikkilanish bo'lmaydi. Bu yaxshi bo'lib ketadimi? Bu doktor qaytib beribdi. Biz ikkilansak bo'ldi. Men buni davolaylik, dam solib em tushmaydi. Ha. Xudo xolasa shifoni Alloh beradi. Dardni beribdimi, albatta shifosini qo'shib beradi. Albatta. Shifo dard bermaydi. Umidlanib. Ha. Bu bilan takansa kurashamiz. Agar unda qandaydir anaqa bo'lyapmiz, kerak bo'lsa urushamiz ham buni bilan. Ha. Nimaga urushamizki, biz bu dardni yengib chiqish uchun birgalikda kurashamiz. Ha. Alloh rozi bo'lsin. Nimagaki eng birinchi o'chirda ana shu kelgan odamda men e'tiqod deyapman, ishonch deyapman, ixlos deyapmanmi? Undan ham 9 barobar kuchli bu bizda bo'lishi kerak. Nimaga bizda bo'lishi kerakki, shu kelgan odamni biz noumid jo'natmasligimiz kerak. Ha. Tushundingizmi? E'tiqod qilibki, Allohga behisob shukr bo'lsin, men mana shu ishni qilishni boshlaganimga shuncha yil bo'lgan bo'lsa, men senga shuncha kelib shifo topmadim degan odam bo'lmadi. Endi bo'ladi bular hali sinash uchun kelib, 1-2 kelib yo'qolib ketadi. Qandaydir holatlar bo'lib, o'zi bilan o'zi bo'lishi mumkin. Lekin vakansa kelib, biz aytgan vaqtda kelib, aytgan narsalarga rioya qilganlarga hech qanday beshifo bo'lgan balnoyimiz bo'lmadi. Allohga behisob shukr bo'lsin, qayerga borsak, shu bizdan davolanib ketganlar, biri savdogar, biri shoför, biri davlat ishida ishlaydi, biri yana bir qandaydir, hammasi shunaqa hurmatimiz joyiga qo'yadi-da. Endi bu eng birinchi o'chirda bizda qo'ygan mehrimiz, Allohning bergan shifosi bu avvalambor. Allohning shifosi bu. Shuni biz Allohdan so'rayapmiz-da. Alloh, shu ko'pga shifoni berding, beryapsan. Shu baloga ham misol uchun shularda qatorida shifosini bergin deb. U birda so'rasa biz mingni so'raymiz. Bizda tunda uxlamaganimiz hisob ham tuni bilan shuni o'qiymiz. Bu haq narsa. Buni Alloh o'zi ko'rib turibdi. Endi har bir lichinalarimiz bu Allohdan so'rash bilan, Allohning oyatlari bilan. Men sizga buni shunday aytamanki, mana hozir shomda birgalikda o'qidik. Siz bu dindan o'zingiz yaxshi, taqvoingiz yaxshi ekan. Allohning oyatidan ulug' keladigan narsa yo'q. Men bu narsaga shunday nimaki, o'zim bu hayotiy nimamda-da, men ham burun davlat ishlarida ishladim. O'rislar bilan aralashib ishladim. O'zim juda ko'p yil student bo'ldim. Juda ko'p shaharlarda ko'rdim. Endi mana shu tibbiyotga, ilmga to'lig'icha bel bog'lab kirganimiz 2005-yildan boshlandi. Ilmga kirishimiz 2000-yildan boshlandi. Ilm bilan ishlashimiz 2005-yil boshlandi-da. Allohning oyatidan ulug' keladigan narsa yo'q-da. Yana bir so'zlarda aytamanki, 30 pora Qur'onning ichidan xohlagan oyatda, xohlagan joydan, xohlagan maqsadda o'qing beraman deyapti Alloh. Deyapti. Yana shunday Allohning so'zlari borki, la'natlar bo'lsinki, kimki fikrlarga ergashuvchilarga deydi. Qur'on degan o'zi mezon, qonun degani. Siz u biz uchun nimaniki xohlasak Qur'on ichidan topamiz. Bu shunday narsa-da. Nimagaki Allohning qudrati ulug'. Shunaqa karami keng zotda bu. Har bir narsani. Mana hozir yana shuning ichida so'zimni bir o'rtasiga qittiq o'tib ketaman. Ona bolasi og'riyatsa, voy bolamga temperatura chiqyapti. Buni men tajribada, praktikada ko'rdim-da. Bolamga temperatura chiqyapti, ichi ketyapti, boshi og'riyapti. Doktorga boraman, tabibga boraman. Ona addushi mehr qo'yishni Allohdan so'rasa, namesta yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Namesta yaxshi bo'ladi, hech qayerga borishning keragi yo'q. Bu nimalar uchun bizda mana Go'jadan chiqqan Quvonish degan bir tabib akamiz bor. Bu akamiz ko'p shunaqa narsalarni aytdi. Bu kelgan balnoyni o'zi yetkazgan kelmasdi. Voy bolam temperatura bo'lsa, bu tabibda e'tiqod shu balnoyga bo'lgan mehr kuchligida-da. Qo'li bilan bunday qilib qo'yib turib, bo'ldi bola yaxshi bo'ldi, ketaver derdi. Biz haqiqatan shuni tekshirish uchun borib tekshirsa temperatura tushib qolgan bo'ladi. Bu tabibda e'tiqodi ekan. Tabibda hashimga qo'ygan mehri ekan. Tushundingizmi? Ya'ni buni izlanishimiz kerak-da. Misol uchun qayerda qanaqa tabib biz hammamiz совместно olib boramiz. Совместно ish bo'ladi. Misol uchun Qirg'iziston общий tabiblari bilan bir yilda bir qurultoyimiz bor. Bu 6 oyda bir bo'lib qolishi ham mumkin. O'shinga bu so'zni aytmoqchimanki, eng birinchi o'chir bu mehrida-da, mehrida. Yana ikkinchi narsani sizga aytib o'tib ketaman. Allohning oyatidan ulug' keladigan narsa yo'q. Biz shifo axtaramizmi?
qarzimizga najot oqtaramizmi? Qandaydir tushkunlikka tushib qolib shunga bir yo'l oqtaramizmi? O'zimizga baxt oqtaramizmi? Bari shu Qur'onning ichida. Bu mo'jiza narsada. Endi misol uchun shu Qur'on to'g'risida yoki bir oddiy bir kalimamizdek la ilaha illalloh Muhammad rasululloh to'g'risida aytamiz. Bu uchun misol uchun umrda oxirigacha gapirsak ham so'z tugamaydi. So'z tugamaydi. O'zimizga shifo deymiz, najot deymiz, har qanaqa holatda biz Allohdan so'rashimiz kerak-da. Ha, demak, bir so'z bilan aytganda qisqa nusxa qilib. Hani odamlar isiriq, suv, har xil narsalar ko'tarib kelishi, siz aytmaysiz. O'shalar shuni olib boraman, shunga dam soldiraman, keyin buni foydalansam, iste'mol qilsam, shifo topaman deb o'zini o'zi nastroy qilib olar ekan. Shuning uchun siz ularni olib kelmaysiz ekan. Yana bir ta'sir bo'lgan narsani aytib beraymi? Ha, ayting. Mana o'zimizdan Qaratashdan pastdan bir ejamiz kelib turardi. Bir kun molni yemini ko'tarib ketdi. Ha. Ana keyin men o'zim hayron bo'ldim. Ne ketayotganda bu yemmi desam, ha, yem dedi. Aytmadi. Yana paketga olib ketdi. Oradan bir hafta, 2 hafta, 15 kun o'tgandan keyin kelib aytayapti. Molim kiparidi deydi. Sog'dirmasidi deydi. Bolasini emizmasidi deydi. Men shu yerni uydan e'tiqod qilib 1,5 kilo, 1 kilo yem senga olib keldim dedi. Senga dam soldirib olib bordim dedi. Shuni yegandan keyin tepa ham qo'ydi, bolasini yaxshi emizdi, suti ham yaxshi berdi. U ashi ejamizni moliga qo'ygan mehrida. Ha, shu bilan endi nima bo'ladi deb mehr qo'yib qo'ygan. Endi bo'pti, u mol, u ongsiz narsa. U mehrda qo'ydi-da, buni Alloh u yoqdan berib qo'ydi. Ha, demak, siz aytmoqchi bo'lganingiz men tushunishimcha. Bir odam o'zi umidlansa, mehr qo'ysa, mehr mana gazeta, mana portfel, gul, ko'ryapmiz, ushlayapmiz. Material-da, bu material. Bir ilohiy bizga ko'zimizga ko'rinmagan narsa ekan-da mehr. Albatta. O'sha ta'siri bo'lar ekan-da. Shuni juda demoqchisiz. Albatta, bu mehr o'ta bu buyuk darajada turadigan narsa. Mana yana bir narsani sizga aytaman, bu odamni o'zidagi Xitoylarda tsigun deb aytiladi. Ya'ni o'zlarda samogonishini o'zimizda o'zimiz ishontirishimiz, shu narsaga e'tiqod qilishimiz. Misol uchun, obыкновенный bir stakan suv. Men shuni shu yerga qo'ydim. Bu yerda yana shu suvga o'xshagan suv turibdi. Siz menga keldingiz, meni oshqozonim og'rigan. Oshqozonda yazilma, gastrit, eroziya. Meni shu qiynayapti. Uyqum yo'q, ovqat yeyolmayman. Yo suv icholmayman. Siz shunaqa arz jalb bilan keldingiz. Men nima qilaman? Hozir eng shunaqa kuchli dorim bor, o'ta uzoqdan kelgan. Hech kimga bermagan dorimni sizga beraman. Nafas olmay ichasiz. Bu achishtirish mumkin sizni. Ichingizni kuydirishi mumkin. Xijolat, shumisiz shifo topasiz dedim. Bu nervga urdi. Ko'zingizni yumib nafas olmay ichib oling dedim. Oddiy suv bu. Bu ichganlar действительно shu suv ichini qo'rsanab ketadi. O'zini o'shanga tayyorlab nastroy. Men aytgan sigun shu. Samogonishini o'zimiz uchun. Qo'rsanab ketdi. Endi ertasi kuni ovqat yedi, o'xshayapman qorga yaxshi. Bu bir haftadan keyin boring doktorga tekshirtiring. Bo'ldi, yaxshi bo'lib bitdi. Ha, u o'zini o'zi davolaydi. Hozir bir piyola bilan bu davolanadi. Siz unga hali motivatsiya berib turib, yaxshi motivatsiya berish. U yaxshi motivatsiya berishdan ham oldin bu odamning ruhini tozalaysiz. Zaharlangan miyani tozalaysiz. Undagi noumidsizlikni yo'qotasiz. Singan ruhda tishlaysiz. Uni hayotga yana umid uyg'otasiz. Yana kurashishga, ya'ni biz tug'ilganimizdan oxirgi nafasimizga bu hayot kurash degan narsadan iborat. Biz har bir qadamimizga, har bir olgan nafasimizga biz shukr keltirishimiz kerak-da. Bu Allohning o'ta bu ulug' ne'matida. Shukr keltirishimiz kerak. Endi siz bilan gaplashaman desak, sutkalab gaplashishimiz mumkin. Nimaga? Men shu yerning ichida ishlayapman. Har xil mana misol uchun terapiyalar deylik, yoki bo'lmasa mana ilm yo'lida ishlab kelyapmiz. O'zimgacha optim bor. Lekin men to'liqcha bunday ayta olmayman. Men hozirgacha izlanaman. Bu yerdan kuchli tabib chiqibdi, kuchli qoridomlar chiqibdi, kuchli doktor chiqibdi, albatta orqasidan quvib boraman. Mana shu chiqqancha bo'lmadi. Tog'ni o'zi qo'y boqar ekan, echki boqar ekan, действительно kuchli tabib ekan, qandaydir tomir bilan odamlar davolar. Shuni sirini o'rganish uchun shunda 1,5-2 oy qorachonaga choy qaynatib, qora qozoniga ovqat qilib, qo'ylarni haydab olib kelib, uylarni tozalab yurib, bitta sirini o'rganib keldim. U sir ham o'zimizdagi oddiy sir.
Ha. Oddiy sir ekan. U ham o'sha o'zini hayotida o'tkazgan narsalarni aytib berdi. Ha. Xo'sh, bu mana o'zimizni Aqsa degan joyda, Muqur degan joy. Jallovot yoqda. Jallovot yerda. Shuni men eshitib, izlanib o'rtaga odam qo'yib yuborib keldim. Hmm. Nimagaki? So'rab bilgan olim dedi, bilmagan zolim dedi. Hmm. Hozir men sizga aytayotganim, hozirgi misol uchun biz deylik, mana yana bir nima, asalimizni bir qoshiq yesak, это уже для лечения bu, davolanish uchun. Hmm. Endi bir qoshiqdan oshiq yesak, u qorin to'yg'azgan. Hmm. Ya'ni bu deyishim, choy qoshiqda bir qoshiq asal o'zi shifo. Ha. Ko'p ovqat yeyishlarimiz ziyon. Xo'sh. Ne bilib bilmas o'zimizga har xil iste'molotlar deymiz, boshqa deymiz. Xo'sh. Eng birinchi chirda biz o'zimizni nafsimiz yo'lga solishimiz kerak. Ha. Biz nafsimiz yo'lga solib, o'zimiz organizmimiz qaysini trebut qilyapti. Biz o'shanga qarab ketamiz. Hozir men aytganda, siz isiriq ko'tarib kelyapsizmi? O'sha narsani o'zi xohlab olib kelyapti-da. Biror suv, biror choy, biror tuz, biror shakar, biror novot ko'tarib keladi. Ha. Biror erini shapkasini ko'tarib keladi. Bu tushunay narsa-da. Biror duxni ko'tarib keladi. Ha. Bu o'shunday, o'shanga shular e'tiqod qilyapti-da. O'shalar yetyapti. Hozir yegan ovqatimiz bu endi shu narsani buni o'zini aurasi trebut qilyapti. Aura. Endi organizm trebut qiladigan narsalarni biz keraklicha to'ymasdan yeb borsak, ochlikdan odam o'lmaymiz. Bu organizm qiynalmaydi, og'rimaydi. Kasallikda misol uchun 99% nervdan boshlanadi deymiz-da. Ana undan keyin oshqozondan boshlanadi. Это неправильное питание, ya'ni noto'g'ri ovqatlanishdan. Men shularga ham maslahatini, yo'l yo'riqlarini kelgan balnoylarga, kasallarga. Endi har bir tushuntirib aytasizlar-da. Mana 3 ta balnoy keldi. Ha. 3 balnoy bir xil dard bilan keldi. 3 bilan 3 xil muloqotda bo'lasiz. Ya'ni общенияmiz 3 xil bo'ladi. Birini xarakteri жесткий bo'ladi. Biri o'pishim so'z qabul qilmaydigan bo'ladi. Biri o'pishim непослушный bo'ladi. Bir xilga o'zdan 2 kun, 3 kun, 5 kunda yengib chiqamiz. Bir xilga o'zdan 40 kun, 2 oy ishlaymiz. Ha. U qaysar, aytganini qilmaydi, это непослушный уже. Uni sekin shunga ishontirib, shunga dokazat qilib boramiz-da. Shuni haqiqiy shu narsani ko'zi bilan ko'rib boramiz. Endi sizdan shifo top hali 1 marta, 2 marta, 3 marta, 5-6 marta ham keluvchilar bo'lar ekan. O'shalar har kelib ketgan sari o'zida yengillik sezyapman deydi. Men o'sha Muqdun qoridan shifo olyapman degan deb turib, siz shifoni siz beryapsiz deb sizga sig'inishga Yo'q. Uyalib qolishmaydimi? Siz shu to'g'rida shirk. Shu to'g'rida sizlar ularga ma'lumot berasizmi? Shifo qayerdan olyapti yo undan mag'rurlanasizmi? Mendan shifo olyapti deb. Yo'q. Mana aka deylik. Men ham siz qatori bitta ojiz insonman. Shifoni Alloh beradi. Endi kelayotgan odam yaxshi bo'lib ketsa, u odam menga so'yinsa, biz mancha so'yinamiz. Biz sababchimiz-da. Sababchimiz. Sen meni davoladim. Sen men orqali yaxshi bo'lding deyishga ojizlik qilamiz. Ojizlik qilamiz. Voy, qora aka sizga kelib men shifo topdim, yaxshi topdim desa, har bir inshaalloh. Buni Alloh berdi. Biz buni tushuntiramiz.